Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Bugungi brifingimiz mavzusi kelgusi chorakda ustuvor vazifalar, rejalar, maqsadlar va asosiy yo'nalishlar haqida bo'lib o'tadi. Asosiy e'tibor tabiiy gaz sohasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlarga qaratilgan. Ma'lumki, tabiiy gaz ta'minoti aholi turmush darajasini va iqtisodiyot barqarorligini muhim o'rin tutadi. Shu sababli kelgusi choraklarda sohani yanada rivojlantirish, aholini sifatli va uzluksiz xizmat ko'rsatish hamda mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq rejalar belgilab olingan. Eng asosiy vazifalardan biri aholini tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash hisoblanadi. Buning uchun gaz tarmoqlarida profilaktik ta'minlash ishlari kuchaytirilgan. Eskirgan gaz quvurlarini almashtirish va texnik nosozliklarni barvaqt aniqlash choralari ko'riladi. Kelgusi choraklarda gaz bosimi past bo'lishi kuzatilayotgan mahallalarda qo'shimcha gaz taqsimlash qurilmalari o'rnatish, yangi quvur tarmoqlarini tortish va rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga sohada raqamlashtirish ishlari ham yanada kengaytirilmoqda. Zamonaviy aqlli hisoblagichlar o'rnatish, elektron ma'lumotlarni bazasini takomillashtirish va onlayn xizmatlar ko'lamini kengaytirish orqali iste'molchilar uchun yanada qulay tizim yaratildi. Aholi murojaatlar bilan ishlash sifatini oshirish ham asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi. Kelib tushayotgan murojaatlarni qisqa muddatda hal etish va sayyor qabullar qilish, mahallalarda tushuntirishlarni olib borish rejalashtirilgan. Kelgusi choraklarda xavfsizlik masalalari ham alohida e'tibor qaratiladi. Gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha profilaktik tadbirlar, xonadonda texnik ko'rik va aholi o'rtasida tushuntirish ishlari yanada kuchaytiriladi. Shuningdek, qarzdorlikni qisqartirish va to'lov intizomini mustahkamlash bo'yicha ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Iste'molchilarga qulay elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish va to'lov madaniyatini oshirish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Kelgusi choraklarda xavfsizlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratiladi. Gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha profilaktik tadbirlar, xonadonlarda texnik ko'riklar va aholi o'rtasida tushuntirish ishlari yanada kuchaytiriladi. Shuningdek, qarzdorlikni qisqartirish, to'lov intizomini mustahkamlash bo'yicha ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Iste'molchilarga qulay elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish va to'lov madaniyatlarini oshirish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Sohada energiya resurslaridan samarali foydalanishga ham katta ahamiyat berilmoqda. Gaz yo'qotishlarini kamaytirish, noqonuniy ulanishlarni bartaraf etish va tarmoqlardagi nazoratni kuchaytirish orqali tizim samaradorligini oshirish maqsad qilingan. Kelgusi choraklarda amalga oshirilayotgan ishlar natijasi aholiga ko'rsatilgan xizmat sifatini yanada yaxshilanishi, avariyli holatlarning sonining kamayishi va gaz ta'minoti barqarorligini ta'minlashi kutilmoqda. Shu bilan birga sohada ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, aholi bilan birga muloqotni mustahkamlash ham ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi. Barcha ishlar avvalo aholini rozi qilish va sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida amalga oshiriladi. Xulosa qilib aytganda, kelgusi choraklarda tabiiy gaz sohasida belgilangan vazifalar samarali amalga oshirish, mavjud muammolarni tizimli hal etish va aholi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.